Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa kecha video obzor qilganimizni mana tunika yopilgan holatini ham ko'rsatmoqchimiz. Ko'rib turganlaringizdek, tunikalarni yopib, mana frontollarni ham yopib chiroqli qilib, mana suv tushadigan tannovlarigacha qo'yib, chiroqli qilib mana tannovlari ham konteyner materialdan qilingan, mana panellarga qo'yiladigan latoidlar qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek, devorga qatirilgan holat mana. Mana ko'rib turganlaringizdek, juda chiroqli holatda, baquvvat holatda bo'ldi. Mana old taraf sarroqlari ham ikkitalik bo'lgan. Masofa 4 metr bo'lganligi uchun. Mana hozir mana shu orqa kichkina joyi qoldi. Shu joyini xudo xolasa tunikasini yopib qo'ysak, ishimiz tugaydi. Bunga mana shunaqa bir tomonlama, ikki tomonlama konteyner materialdan, temir materialidan tom naves qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Tunikasini yopib berib, xudo xolasa kraskasigacha qilib bering deydigan akalar bo'lsa, kraskasigacha dogovor qilib, kraskasigacha qilib beramiz. Xudo xolasa mana ishlarimiz chiroqli holatda, ham baquvvat. Mana xudo xolasa tayyor holatga keldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.